Samarqand viloyati hokimi Adiz Boboyev Samarqand shahrini Shirin massivi bilan bog'lovchi yangi ko'prik qurilishi jarayonlari bilan tanishdi. Bu yerda tashkil etilgan taqdimotda qurilish ishlarining borishi, shuningdek ko'prik atrofini obod va zamonaviy hududga aylantirish masalalari muhokama qilindi. Xususan, daryoning ko'prik osti qismidan o'tuvchi hududda suv sathini ko'tarish orqali aholi uchun qayiqda sayr qilish imkoniyatini yaratish, sohil bo'yida obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish, daryo o'zanining tabiiy ko'rinishini saqlagan holda sohil bo'yida obodonlashtirish ishlarini olib borish masalalari muhokama qilindi. Faqat suv o'tkazish vazifasini bajarmasin bu yerda bu daryo. Bu daryo xalqqa xizmat qilish vazifasini ham bajarsin. Infrastruktura uchun ishlasin, odamlarimiz uchun ishlasin. Bu suv o'tkazish ikkinchi planga tushib qolsin. O'shanda biz to'g'ri foydalangan bo'lamiz-da. Taqdimot jarayonida ko'prik qurilishida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar xususida so'z yuritilib, uning yangi massiv jozibadorligini oshirish va shaharning transport logistika imkoniyatlarini yanada kengaytirishdagi ahamiyatiga e'tibor qaratildi. Ko'prigimizni maqsadi kelajakda Shirin massivining aholisini shahar hududiga kirishga juda qulaylik yaratish. Bundan tashqari mana bu o'zimizning MZ aylanma yo'limizni tirbandligini yo'qotish maqsadida qurilayotgan ko'prikdan biri hisoblanadi. Asosiy qatnov qismini tez kunlarda ochib berish maqsadimiz bor. Shu yerning o'zida Shirin massivida barpo etilishi ko'zda tutilayotgan yangi ma'muriy markazning loyiha taklifi ham ko'rib chiqildi. Unda viloyat hokimi Adiz Boboyev ma'muriy bino va inshootlarning joylashuvi, tashqi ko'rinishi, balandligi, bu yerda yo'l infratuzilmasi va barcha zarur qulayliklarni yaratish, yashil maydonlar tashkil etishga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. Yangi massivdagi ma'muriy markaz hududdagi obod maskanlardan biriga aylanishi uchun milliy va zamonaviy me'morchilik an'analaridan keng foydalanish zarurligi aytildi. Shuningdek, Samarqand shahridagi eng gavjum chorrahalardan biri Ro'daki, Shohizinda va Dahbet ko'chalari kesishmasida yo'l usti piyodalar ko'prigi qurilishi bo'yicha qayta tayyorlangan loyiha ham ko'rib chiqildi. Ushbu piyodalar ko'prigi barcha zamonaviy talab va me'yorlarga javob berishi, eng avvalo xavfsizlik masalasiga alohida e'tibor qaratilishi, nogironligi bo'lgan kishilar uchun ham sharoitlar yaratilishi zarurligiga e'tibor qaratildi. Amalga oshirilayotgan mazkur loyihalar Samarqand shahrining zamonaviy qiyofasini shakllantirishga xizmat qiladi.